Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar. Hurmatli obunachilar, biz sizlarga hozir Skill Max motosalonni ko'rsatib o'tamiz. Qo'qon shahrida yagona bo'lgan Skill Max motosaloni. Assortiment juda ham katta, assortimenti bombasi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Motosalon do'koni. Orientir juda ham oson. Qo'qon shahrida joylashgan. Xolmatjon kabob oshxonasi, katta choraqa. Novoydan kelganingizda birinchi katta choraqa. Xolmatjon kabob choyxonasi mana oshxonasi. Skill Max motosalon. Qo'qonda yagona. Assortimenti eng ko'pi, xudo xolasa mana shu joyda. Qo'qonda yagona bo'lgan Skill Max motosaloni. Yangi bozordan kelganingizda o'ng qo'lda joylashgan Skill Max motosaloni. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, nomer orqali olamiz, zakaz deb bersalaring, dastavkalar kelishgan holda hamma viloyatlarga bo'ladi. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka. Sog'liq yaxshimi? Rahmat. Tinchmisiz? Yaxshimi aka? Yangiliklar kelgan degansiz. Yangiliklarimiz, skuterlarimizni, motorollar, muraviylarimizni yangiliklari ko'p ekan. Hammasidan bor. Xudo xolasa obunachilarimizga chiroyli qilib tanishtiramiz. 2026-yilda, hop, bugungi ishlomimiz 25-mart. martda turibmiz. 2026-yilga yangi kelgan motorollarimiz, skuterlarimiz bor. Hammasini ko'rsatib, eng qiziq joyi, eng kerakli joyi, narxi, tezligi, kilometr, eng muhim joylari, o'zgargan joylarni ko'rsatib, to'liq qilib. Deyarli skuterlar hammasidan bor. Hammasidan bor bizda. Elektronidan to benzingacha bor. Benzinligacha, motor, skuter, 2 g'ildirali, 3 g'ildirali, 4 g'ildirali mashinachalargacha bor. Bo'ldi. Qolgan labolargacha hammasidan bor. Xudo xolasa boshlayveramizmi? Videoni oxirigacha ko'rishsa, boshladik bo'lsa. Boshladik. Yangi skuterlarimiz keldi. Hop, birinchi tomli skuterlardan ko'rsataylik. Hozir esa yozga mos, ko'pchilik minib yuradi. Buni tent yo'qlari bor. Mana hammasidan bor. Bitta ko'rsatib, narxlari bilan tushuntirib ko'rsatib beraveramiz. Hop, boshidan boshlaymiz. Shular yangilik bo'lib kelishdimi? Yangi modellarimiz keldi. Mana bularimiz 001 model. Telefon qilib 001 model haqida ma'lumot bersalar, ma'lumotlar. Bu ham yangi chiqdi. Endi yana mayda-chuyda narsalar qo'yiladi. Mana bako oyna artadiganlarni qo'yib, yangi chiqdi bu modelimiz ham. Narxi bo'lmasa orqasini ham olaylik. 001 modelimiz. Ha. Kreslo fason deydi buni. Kreslo fason. Sidinkalari old-orqaga suriladi. Yana yotib turaveradi, bemalol mashinadagidaqa sidinkali bo'ladi. Orqada oynasi bor, suyangichlar bor. Suyangichlari bor. Orqaga ikkita odam olaveradimi? Ikkita odam bemalol ketaveradi orqada. Old-orqalari suriladi. Zadniy kameralargacha bor bu modelimizda. Tomlari ham shifkali bo'ladi. Xo'p. Narxi $1150 dan bo'lyapti. Dastlabki xizmati bor. Bizda har doimdek vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Voha tomonga yoki Toshkent tomonlariga telefon qilsa, kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Hamma skuterimiz, hamma motorolimizga shunaqa bo'ladi. Xo'p, vodiy bo'ylab pullimi yo'q, tekin. Tekin. Demak, vodiy Farg'ona, Andijon, Namangan sizdan. Bu bizda o'zimizdan bo'ladi, chunki masofa yaqinda. Uzoqroq joylarga kelishilgan holat. Telefon qilib kelishsa, balki o'zimizdan qilib beramiz. Mashinamiz bo'lib qolsa, mashina bo'lmasa, o'zlaridan bo'ladi yoki yordam qilib beramiz yo'l turadi. Tushunarli. Yo'lida qilib kelishsa beramiz. Tezligi, masofasi, amperi, akkumulyatori. Bu modelimizda tezligi 40-45 tezlikka chiqadi. Bitta zaryadida 50-60 km bemalol yuraveradi. Modelimiz 6 ta 32 akkumulyatordan qo'yilgan. 2026-yil yangi akkumulyatorlar bular, yangi model. Hop, narxini o'sha $1150 dan dek, dastlabki xizmati ichida bo'lib yetkazib beramiz. Tushunarli. Davom etamiz. Hop, bundan keyingi modelimiz oldin ham ko'rsatib qo'y. Hop, shu model 001 model. Mana shu modelimizni ko'rsatib ketaylik. Bunimizni zavodi boshqa edi. Bu boshqa zavodda, ya'ni Skill Max zavodidan chiqqan mahsuloti. Xuddi o'sha modeldan bo'ladi, faqat qo'ysiz moldonimi? Undan ham buni motori kuchliroq bo'ladi. Undan tezroq yuradi. Keyin akkumulyatori buniki kattaroq bo'ladi. 632 lik original akkumulyator qo'yilgan, kilometr ko'p yuradi. 70-80 km bemalol yurib beraveradi bu model. Bu ham 001 model, originali deysa. Bundan ham o'sha to'liqroq ma'lumot so'rasa, rasmga olib, videoga olib, Telegramdan tashlab berilaveradi. Pulini aytib keting. Buni puli $1200 bo'lyapti. $1200 dastavkasi sizdan vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab bizdan. Qolgan viloyat kelishiladi. Holatda. Akkumulyatori o'sha 632 lik, motorlari 1000 vatli bo'ladi. Tushunarli. Bo'ldi. Bu modelimiz mana shu. 001 model desa, bu ham ko'rsatib ketaveramiz. Hop. Keyingi modelimiz Jinping. Ha. O'sha ko'pchilik bilishadi. Original model deyishadi buni. Original model deyishadi. Nimagaki, o'z narxi ham qimmat, sifati ham o'shanga yarasha. Bu modeldagi keyin korpuslari polностью temirdan bo'ladi. Bu modellarimiz plastmassadan bo'lsa, korpuslari buniki temir. Qattiq temir ko'rsating. Yoni ham, oldi tomonlari ham, tomlariga. Buni dugi oxirigachami buni? Buni dugi oxirigacha ketgan mana. Usta buni kirilaradi. Mana bulari. Bularigacha temirdan bo'ladi. Temir. Tomlari ham apshifka bor ekan-a? Mana apshifka bor. Orqalari yopiq. Sideni, ikkita odam bemalol, orqada oynasi bor, tonirovka qilingan. O'zida mana tentlari ham bor, qobida turibdi. Tentlari yonida to'siladi. Sideni endi gap yo'q, bularda yumshoq bo'ladi, suyangichlargacha yumshoq. Sifat bo'yicha juda ham zo'r bu model. Juda ham baquvvat. Chexol zo'r. Xo'p.
signalizatsiya, monitor bularda hamma narsa qulayliklar bor endi, to'g'rimi? Ha, eng yumshoq skuter ham shu bo'ladi. Tezligi, masofa, miya motor, amperi. Tezligi 40-45 yuradi, masofasi 60-70 km bemalol yurib beraveradi. Gacha aniq yuradimi? Aniq yuradi, bizda garantiya ham beriladi. Akkumulyatori 5 ta bo'ladi, 45 amperli. Akkumulyatori ham akkumulyatorda muammo bo'lsa almashtirib beramiz, a? Almashtirib beriladi. Bizda 3 oygacha garantiya beriladi. 3 oygacha. Ha. Hammasi dokumentli bo'ladi, yozib beriladi. Va bizda hamma skuterlarga shot spravka ham beriladi. Xo'p. Dokumentalniy bo'ladi. Hammasi bemalol nomer olib ham minib yurishaveradi. Pulini aytamiz. Pulini $1250 dastavka xizmati bor. Ya'ni telefon qilsa, yana kelishtirib beramiz. Voddiy bo'ylab tekin dastavkasi. 1200 dan qilib beramiz. $1200 dastavkasi sizdan. Ha, 1250 dan sotyapmiz, $1200 ga qilib beramiz. Hozir tushunib qo'ydik. Yaxshi. Bu o'sha boshda ko'rsatgan modelimiz 001imiz. Buni qora ranglari ham bor. Endi shuni boshqa modellari bor, bularni ham ko'rsatamiz. Qaysi tarafda? Narigi tarafda. Bu tomonida. Ko'pchilik ixchamroq bo'lsin deyshadi. Menga kattasi kerak emas, ha? Magazinga chiqib kelgan yoki bolalar bog'chaga tashlab kelgan deyshadi. O'sha akalarimizga so'raganlar, bu kichkinaroq modeli. Hop. 28 modeli bo'ladi. Buni orqa tomonlari ochiq, lekin yonida tentlari bor, orqalari ham yopiladi. Yomg'irda yoki shamolda urmaydi. Bunda ham zavodskiy tentlari bor. Demak, modelni eslab qolamiz. 28 deyapsiz. 28 model, ha. Telefon qilib so'rashsa, yana ham to'liq ma'lumot berib, o'sha rasmiy videolarni. Endi sidinlarni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Tekis, yumshoq suyangichlar bor. Monitor, bakvo oynalar, signalizatsiya, adashmasam mana kolonka ham bor, ha. Kolonkalari bor endi. Hamma qulaylik funksiyalari bor. Ruchnoy tormozmi bular? Ruchnoy tormoz, ayog'ida Saka diska bular bo'ladi, ha. Bu modelimiz akkumulyatori 5 ta 32 lik bo'ladi. 60-70 km yurib beraveradi bu model ham. Akkumulyatorlar original bo'ladi. Bularga ham xuddi shunday 3 oygacha garantiya beriladi. Bu skuterimizga ham zavodskiy 1 oygacha garantiya beriladi bu modelimizda. Narxini $900 bo'lyapti. Telefon qilsa oz-moz kami bor. Xuddi o'shaning dastavka xizmati ham ichida. Demak, $900 kami bor dedim, dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Vodiy bo'ylab. Akkumulyator 5 ta 32 lik, motor miyasi 1000 vatli bo'ladi bu modelimizga. Tezligi 40-45 tezlikka chiqadi. Bemalol 3 kishi, ya'ni 300 kilo, 350 kilo bo'lsa, misol, bemalol ko'tarib ketaveradi. Tushunarli. Yaxshi, hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar. Shu modelimizni kattarog'i Aha. X9 model bo'ladi. Hop. X9 model. Bunda endi nima o'zgargan deysa, razmer bo'yicha o'zgargan. Tomlari balandroq, qo'shimcha bagaj qo'yilgan tepasiga. Yuk oladimi, yo'qmi? 50 kilogacha yuk ko'taraveradi bagaji. Ha. Tumankalar qo'shilgan bo'ladi. Bu modelimizda oldi dugalari ham bor. Zashitni dugalar. Zashitni dugalari ham bor. Bu modelimizda hop telefon pastavka, Bluetooth kolonkalari bor, ventilyatorlari ham bor bu modelimizda. Sidinkalari ham kattaroq bo'ladi. 2 kishi bemalol ketaveradi bunda. Xo'p, bagajchasi ham bor ekan-a? Orqada bagajchasi ham bor, ha. O'zi bagajchasi ham bor. Sidindan ko'tarilsa katta bagaj ekanda. Sidindan ko'tarilsa, orqasi yukxona bo'ladi. Bozorli, mozorlilarga ham bemalol bir qop shakar ham sug'urar ekan. Qop shakar. Bu skuterimizni ma'lumoti 5 ta 32 lik akkumulyator bo'ladi. 60-70 km bemalol yurib beraveradi. Yaxshi. Motori 1000 vatli bo'ladi. Tezligi o'sha 40-45 tezlikka chiqadi. O'zlarimiz 70 km gacha yurib beraveradimi? 70 km gacha yurib beradi, ha. Yozgi kunlarda. Mana havola isib qoldi. 70 km. O'zi bag'aga havola isib, mana bahordan o'tib chiqyapti. Yozga o'tib, havola isib, bemalol kilometr yana ham ko'paveradi. Puli yana bir bor? Pulini bu modelimizda $1000 kelishtirib beramiz. $1000 ozmozi bormi? Ozmozlicha kami bor, ha. Kanaldan chiqyapmiz deyishsa, yana arzonroq qilib, dastavka xizmatlari qilib yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab tekin dastavkasi. Bu bagaji bor model deymiz ekan, bagaji bor modelimiz. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p. Bu 001 modelimiz. Bundan ko'rsatdik. Buni ko'rsatdik, to'g'ri. Keyingi modelimiz shu 001 modeldan ham kattaroq, yana ham rangi ham chiroyli ekan. Bu eng kattasi desa ham bo'ladi. Bu xo'p, eniga katta ekan bu. Bo'yi ham katta ekan. Eniga ham katta, keyin oldi sidinkasi ham katta. Bunga hali yoshroq, ixchamroq odam bo'lsa 2 kishi ham ketaveradi oldi. 2 kishi ham ketaveradi. 4 kishi ham ketaveradi bunda. Hozir zadniy kameralari bor. Bu modelimizda tormozlari jidkisli bo'ladi. Hop. Bu modelimizda akkumulyatori 5 ta 32 lik. 5 ta 32 lik. 5 ta 32 lik, 60 km, 70 km gacha yurib beraveradi. Pulini ayting. Buni pulini obunachilarimizga $1100 dan qilib beramiz. Taqilganimi kami bormi? Jicha kami ham bor. Demak, kichik kami bor. Beramiz, ha. Akkumulyator nechta bo'ladi? Beramiz. Akkumulyatori 5 ta 32 lik, miya motori 1000 vatli bo'ladi. 1000 vatlik. Ha, tezligi 40-45 tezlikka chiqadi. Bemalol masofasini ketaveradi. Masofa 60-70 km. 60-70 km gacha yurib beraveradi. Narxi $1100. Ozmozi bor dedingiz. Ozmozicha kami ham bor. Davom etamiz. Yana ham kelishtirib ko'rsatib beraman. Hurmatli obunachilar, assortiment juda ham ko'p. Mana ko'rsatyapman. Bemalol kelib, tanlab mahalla yonlarida minib ham ko'raverasizlar. Bizni Musofirdan ko'rganlarga
olib borib berasiz, pulni uydan sanab berishaveradi. Ha, shunaqa. Zakaz qilishsa, masalan, Telegramdan Ma'qul deb baraka bo'lgandan keyin telefonlashadi, ko'rishadi, videolarni tashlab beramiz, baraka qilishadi. Uylarga olib borgandan ko'rib, ma'qul kelgandan keyin to'lovini qilishaveradi. Qarang, skuterlaringiz hammasi yaltirab toza bo'lib turibdi. Mana shu holatda boradi, shu holatda qabul qilib olasiz. Narsa bo'ladi, ha. Bizda hammasi o'zi bizniki mana yopiq joy, bizniki magazin, yo'lni bo'yida olib chiqib sotmaymiz-da. Hozir hammasi yaltirab turibdi. Hammasi yaltirab turadi, ham yangi yig'iladi bizda. Akkumulyatorlargacha ko'rishadi, o'sha narsani ko'rishdimi, baraka qilishdimi, uylariga bu xuddi shu narsa boradi. Boshqa narsa berilmaydi. Xuddi shu. Modelimiz tomi yo'q, kichkina modelimiz. Xo'p. Stakanchi deyiladi, sababi ikki stakan qo'yadigan joyi bor. Stakanchi model deysa, stakanchining kichkina modeli, orqasi ham yukxona, ham sidinka bo'ladi. Aha. Yaxshi. Buni ham ko'rsataylik. 60-70 kilo olaveramizmi? 100 kilogacha bemalol ko'taraveradi. Bo'ldi, bunga ham bir qop shakar sig'averadi. Ham bitta odam ham ketaveradi-da. Navoiylar ko'p olishyapti, hali nonlarni olib chiqqani ham un-pun toshigani ham yaxshi bo'lyapti. Bu nima mana bu? Bu ishichasi. Ishichasi. Bo'ldi, suyangichi bormi? Bor. Suyangichi bor. Odam o'tirib ketaveradi, ham yukxona bo'ladi. Saka diskalik, dugalari bor. Zashit dugalar, korzinkasi oldida bor. Monitorchasi bor. 3 ta skorlik. Tezligi 40-45 tezlikgacha chiqadi. Ixchami shu shikirga puli sal yengilroq. Ixchami zo'ri, o'zi ham qulay model shu. Ko'pchilik olishadi bundan. Akkumulyatori 520 lik bo'ladi. Motori 800 vattli bo'ladi. Hop, tezligi 40-45 yuradi, zaryadi 60-70 kilometrga bemalol yetaveradi. Yaxshi. Akkumulyatorlarimiz xudo xolasa yangi muammo bo'lsa almashtirib berasiz. Akkumulyatorlar bizda yangi bo'ladi, hammasi garantiyalargacha beriladi bizda. Pulini aytaylik yana bir bor. Buni pulini $650 qilib beramiz. $650 kami bormi, yo'qmi? Kami bor. Demak, kami bor. Ha, jicha o'tib ham beriladi. Saka diskali yangi model. Bo'ldi, ko'rdim, saka diski, zashitning dugalari ham bor, aylanasiga. Orqa tarafda suyangichlar. Arqa tarafi ham mana, mashinachaga o'xshaydi ekan. Zo'r. Shu bir kishilik ixcham. $650 kami bor dedim. $650 kami bor, ha. Endi buni mana bu modellarimiz bor. Buni ko'rsataylik bular. Bular super model. Bu passajirniy bo'ladi. Asosan yukka emas, asosan odam yurgani moslashgan. Nimagaki nima farqi bor deysiz, ko'pchilik o'ylanishadi kelib, bu bilan buni nima farqi bor deyishadi. U yukka chiqqan bo'lsa, arqa tomonlari resorli bo'ladi, balonlar. Bu amortizator. Prujina bilan amortizator juda. Demak, buni aytyapsiz, resori bor. Resorli bo'ladi. Bu asosan yukkacha qattiqroq bo'ladi. Bunda amortizator. Bu amortizator. Agar mingani olib turishgan bo'lsa, bunaqa skuterdan olsinlar. Super model deyiladi. Agar ham yuk ham toshiyman desa, buni stakan. Buni tavsiya qilasiz. Yengil bozorda ko'taraveradimi? Yengil bozorda bemalol ko'taraveradi. Demak, xo'jalikka bitta xo'jalikka yetadimi? Ha, bemalol. Pulini aytib qo'yaylikmi sen? Hop. Bu modellarimiz $650. $650. Kami bor dedim. Kami bor, kilometr beramiz. Mana bunisi. $650lik mana yangi chiqdi. Bu rangi ham ajoyib ekan. Rangi ham zo'r. Qora, maloshni oq svetida bor. Arqasi yukxona bo'ladi. Arqada ochiladi. Ha. Qo'shimcha mana bagaji ham bor ekan. Arqada korzinkasi ham bor. Mana suyangichlar doim ushlab ko'raman. Yumshoqmi, qattiqmi? Juda ham yumshoq. To'qimi ham zich ekan, chexoli. Bemalol, 50 kilolik, 100 kilolik bozorlikka ketaveradi. Bozorlikka yaxshi. Zo'r skuter. Endi xuddi shu modelda yana ham kuchliroq bo'lsin deysa, bu ham shu $650 kami bor. $650 kami bor. Kilometr beramiz. Xuddi shu modelda jidkis tormoz deysa ham bor. Qaysi biri? Mana bu modelimiz. Mana shuni. Buni sidinkasi kattaroq birinchidan. Hop. Ikki kishi yana ham bemalol o'tiraveradi, keyin tormozi jidkisli bo'ladi. Bo'ldi, bitta diskasi bo'ladi. Ha. Oldi tomonda jidkisi bo'ladi. Moment shu edi. Joyida bittada to'xtaydi, ha. Puli-chi puli? Buniki $700. $50 farq qiladi. $50 farqi bor. $700 kami bor desam bo'laveradimi? Kami bor. O'tib beramiz. $700 kami bor. $700 kami bor. Davom etamiz. Shu modelimizni mana yana bitta yangi model keldi. Uni ham ko'rsatib ketaylik birolar. Netlarimizga. Qaysi biri? Bunisi modelimiz chiqdi. Mana shumi? Oldi oynalari ham bor. Shobadan to'sib turadi. Demak, oynasi bor model. Oynasi bor. Qarang, 5 ta 32 lik bo'ladi. O'sha boshida ko'rsatganimizdan bir xil. Bettelari hammasi 5 ta 32 lik deb ko'rsatgan. Bu ham 5 ta 32 lik bo'ladi. Motori 800 vattli bo'ladi. Tormozlari jidkisli bo'ladi. Oldi oynalari ham qo'shilgan. O'zida kaskalari ham bor, qo'shib beriladi. Bu modelimiz narxi $650. Ham 32 lik, ham jidkisli, narxi ham arzon. $650. 2026-yil model bu ham. Yangi, akkumulyatorlargacha yangi bo'ladi. Tushunarli. Pulini aytdingmi? Shunaqa $650 puli. Kami bormi, yo'qmi? O'tib beramiz. Bundan kami bor. Ha, dastavkalarni qilib, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Ranglari bor, qora rangi, xohlasalar bunaqa ko'k rangi ham bor. Ko'k rangi mana bu, ha. Rangi ham bor, ha. Plus kalonkasi bor. Tezligi shu 40-45, zaryadi 50-60 km bemalol yuraveradi. 3 bilan ketaveradi. Tushunarli. Bu olsam
Motorollarimizni ko'rsatamiz. Assortiment juda ham ko'p, hurmatli obunachilar. Kim tanlab olishim kerak degan obunachilarga injiqlariga tavsiya qilaman. Nimaga? Assortiment ko'pda. Kelib tanlab xohlaganlarini minib yoqqan Hammasidan bor. Kesalang xudo xohlasa ishlaymiz bitadi, demak hammasidan bor ekan. Ha, bemalol minib ko'rib, mana olib chiqib beramiz. O'zlari solishtirib ko'rishadi. Qaysi biri qanaqa, qaysi biri nimaga arzon, nimaga qimmat. Ko'pchilik savol berishadi-da, narx qimmat ekan deyshadi. Uni misol ko'rganda bilib bo'lmaydi-da. Kelib o'zimizdan so'rasa farqini tushuntirib beramiz. Bekordan-bekor qimmat ham bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. arzon ham bo'lmaydi. Kerak bo'lsa mana bu metallarda ham farq qilar ekan, shunga ham e'tibor beringlar. Bir xil ko'rinishi degani demak, meniki qimmat, uniki arzon degan gap bo'lmasligi kerak deb aytdi. Kelsin, ko'rsin, puli bilan o'shab ko'rsin. Ha, shunaqa bo'ladi. Davom etamiz. O'sha stakanchi model ko'rsatdik-ku, o'shani kattasi. Stakanchigimizni kattasi. Stakanchilik Olib chiqing bittasini. Yangi keldi. Xo'p. Bitta ko'rsatib qo'yaylik. Ko'pchilik so'rashyapti-da, hali ko'rsatib o'tib ketib qolsa, olib chiqib ko'rsatishmabdi deyshadi. O'shani bitta olib chiqing mana, tanishtiring. Agar misol sizlarga boshqacharoq qiziq bo'lsa, boshqacha tursa boshqa modellardan ko'rsatamiz. Xo'p, bu zo'roq ekan bu. Stakanchi modelimiz o'sha ko'rishga yukxonalik, ham sidinkali bo'ladi, 2 kishi ketaveradi, oldida 1 kishi. Bu modelimiz jidkis tormozlisi. Hop. Tormozlari jidkisli bo'lgan, ham sakadiskali bo'lib chiqdi bu modelimizda. Aha. Panejinli skorlari bor. Mana panejinli skorlari, podyomga chiqadigan skorlari bor. Bu modelimizda NFC kartalari ham qo'shildi. Hop. Kalitda yurishmaydi-da, kartani shuni tekkizishadi, bemalol yonaveradi. Yana tekkizishsa, yana o'chaveradi. Ashuna funksiyalari ham bor. Demak, bu tarafdami funksiyalar hamma narsa bor. Hamma narsasi bor. Telefon ushlagichgacha bor. Tumankali bo'ladi. Bu modelimizni, hop, narxi hop $700 dan qilib beramiz. Dastlabki xizmat ichida narxini kelishtirib ham beramiz. Akkumulyatori 6 ta 32 amperlik bo'ladi. Aha. 6 ta 32 lik. Motori bu modelimizniki 1000 wattlik bu motor. 1000 wattlik. Ha, 1000 wattlik bo'lib chiqdi. Oldingilar kichikroq 800 watt bo'ladi, buniki 1000 wattlik bo'lib chiqdi. Xo'p, demak $700 kami bormi? $700 kami bor, ha. Endi 650 ga 50 qo'shib kattasini olganchi. Buni bagajni bitta ko'rsatingchi kattaligini. Ha, bagaj ancha katta ekan. Nari ko'rsatganimiz. Ancha katta. Keyin yuk olishi ham misol bular 250 kg, 300 kg ham ko'tarib ketaveradi-da. Bu nar tarafda eshikchasi ochiladi, to'g'rimi? Ha, eshikchasi sidinka bo'lganda. Hop. Odam chiqqani sidinka. Ayollar ham bemalol chiqib, yukini ham, bozorni ham olib ketaveradi. Demak, $700 kami bor. $700 kami bor. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Davom etamiz. Olib qo'ying buni. Bu kattaroqlarni ko'rsatamiz. Bu endi ham Motorola, ham sidinka. Motorola olib chiqing birortasini bo'lmasam. Ha. Mana shuni olib chiqamizmi? Olib chiqing. Shuni olib chiqaylik. Bu ham yangi kelgan model. Mana. Bu endi bu borti ham chuqur ekan endi. Ha, ham sakadiskali. Mana eshiklari ochiladi. Oching. Kaska, kulish, damkrat, hamma narsasi bor. Hozir ko'rsatgan modellarimizda ham bor. O'zlarimiz hammasida bor. Bu ham xuddi shunaqa sidinka, 2 kishi ketaveradi, ham yukxona qilsa bo'ladi. Undan tashqari polностью yukxona ham qilsa bo'ladi. Yukxonasi buniki chuqur ekan. Buniki chuqurroq ham, razmeri ham kattaroq. Mana ular ham bor. Bu nima? Bu suyangichi bu tarafga. Ha, suyangich. Bunda yopsa yana sidinka. Bu ham sidinka bo'ladi mana. Ham suyangich, ham sidinka. Oyog'i bilan sakrab o'tirmaydi. Suyangichlar bor. Bu tarafda ham suyangichlar bor. Akkumulyatorlar. Akkumulyatorlari 6 ta 32 amperlik, 2026-yilga yangi akkumulyatorlar bo'ladi. Aha. Ularda garantiyalar bo'ladi. Kolonkalar bor. Beriladi. Ha, balonlari sakadiskali. Bu modelimiz ham jidkis tormozli bo'ladi. Aha. Ham sakadiska, ham jidkis tormoz. Bunda ham xuddi shunaqa Bluetooth kolonka, NFC kartalari ham bor. Narxi bu modelimizni $800, 780 dan qilib beryapmiz. Aloqaga chiqsa yana bir gaplashamiz. $780 dan dastlabki xizmat ichida. $780 dastavkasi uygacha. Uygacha. Vodiy bo'ylab uygacha yetkazib beriladi. Tushunarli. Aloqaga chiqsa yana to'liq ma'lumot beramiz. Buni boshqa ranglari ham bor. Seriya bo'lsa qorasi bor, ko'ki bor. Keyin akkumulyator 45 amperlisi ham bor xohlasalar. Xuddi shu model akkumulyator 45 lik bo'ladi, 5 ta bo'ladi. Buniki 32 lik 6 ta bo'ladi. Narxi bir xil. Tanlov o'zlarida. Narxi bir xil, akkumulyatorda quvvati balandroq. Ha, akkumulyator quvvati balandroq. Balkim 3 kilometr, 5 kilometr farq qilishi mumkin. Ha, ko'proq yuradi. 5-10 ko'proq yuradi. Ko'proq yurib beradi. Chunki amper baland ozgina. Shunaqa. Hop, 300 kilolikda bu sidinka bo'lmaydigan varianti mana. 300 kilolik. Faqatgina yukxonani o'zi razmeri 10 sm ga katta bo'ladi. Hop. Faqat yukxonani o'zi bo'ladi. Demak, Muraviy. Haqiqiy Muraviyda o'zi, ha. Bu skuter emas, Muraviyda o'zi bo'ladi bu ham. Panejinli skorlari bor bunda ham. Hop. Rushniy tormozlari, oldida oynalari ham bor. Bluetooth kolonkalari bor. Hop. Akkumulyatori bu modelimizda 6 ta 32 lik bo'ladi. Motorlari 1000 wattlik bo'ladi. Bitta zaryadida 50-60 km yurib beraveradi. Yuki bilan. Endi yuksiz yursa 70 ham yurib beraveradi. Yaxshi.
Bu modelimizning narxi hop $830. Dastlabki xizmati bor. Yetkazib beriladi bu modelimizda ham. Narxlari taqalgan aytyapmizmi, ozmozi bormi? Narxini ozmoz o'tib beramiz. Aloqaga chiqsa, obunachilarga nomerlar qoldirib qo'yamiz. Shu ekranda ham, pastda ham bo'ladi. Bo'ldi. Aloqaga chiqsa arzonroq qilib. Telegram, WhatsAppga javob beramiz. Ha. Telegramda asosan bizda Telegramda ishlaymiz. WhatsAppdan ham yozsa bo'lishaveradi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bizga musofirdan ko'rsalaring, mana agar kelishib qolsalaring, shuni zaklad tashxislarda plastikka qolganini uydan sanab berishaveradi uydagilar. Mana shu ma'qul desalaring, bekni o'zlari shopirlar bor, olib borib berishadi. Shu yerda uyda ko'rib olib, pulini sanab berishaveradi. 300 kilolik. Endi bu yangi model ekan bu. 300 kilolik zavodskoy tomli bo'ladi. Tomli zavodskoy bu. Tomlida ham oxirigacha bo'lgan modeli bu. Aha, oxirigacha. Tomi oxirigacha zavodskoy kelgan. Bizda qo'yilgan tom emas. Qo'yilgan tomga adashtirishmaydi, chunki o'zimizda ham qo'yib chiqarilyapti-da. Undan emas. Bu zavodskoy, mana o'zi ramalarda joylari bor, qotiraydi. Mana orqalarini ham ko'rsatib qo'yaylik buni. Mana. Zavodskoy tomi bor modelimiz. Zavodskoy. Xo'p, mana bu ochiladi. Modelimiz ham eshiklari ochiladi. Ham yukxona, ham sidinka ham bo'ladi. Xo'p, sidina o'sha yotadi, yana yuk olaveradi. Aniga birinchi ko'rsatgan ham yota, ham yukxona oladi. O'shandan ham bir xil, faqat tom qo'yilgan. Akkumulyator 6 ta 32 lik bo'lgan. Oldingisi 5 ta edi, bular 6 ta 32 lik bo'lib keldi. Hop, motorlari 1000 wattli bo'ldi, zavodskiy tom qo'shildi. Bu ham xuddi shunaqa 60-70 km yurib beraveradi. Tezligi 50 gacha chiqadi, 45-50. Orqasi 200 kilo, uzoq 300 kilogacha yuk ham ko'taradi. Yana bir bor aytaylik. Pulini modelimizni $850 dan qilib beryapmiz. $850. $850. Kami bormi, yo'qmi? Necha o'tib beramiz. Aloqaga chiqsa. Demak, telefon qilib savdolashaversinmi? Bor. Arzonroq qilib, chiroq yetkazib beramiz. Bu modelimiz ham o'sha kilometri 50-60 kilometr, tezligi 40-50. Tushunarli. Davom etaveramiz. Endi kattaroq modellari ham bor. Qaysi birlari? Tomlilarni ko'rsatib ketaylik. Mayli. Tomli bo'ldi endi. Mana bular, 400 kilo, 500 kilogacha yuk ko'taraveradi. Zavodskoy tomlik. Zavodskoy, aha. O'zida qo'shimcha tentlari ham bor. Zavodskoy tentlari ham bor. Buni olib qo'ysa ham bo'laveradimi? Olib qo'ysa ham bo'laveradi, yopib qo'ysa ham bo'laveradi. Xohlagan paytlar qo'yib, olib qo'ysa, tomini ham xuddi shunday yechib olib qo'ysa bo'laveradi. Ko'pchilik ishlatmaymiz deyshadi. Orqasi 400 kilo, 500 kilogacha yuk olaveradi. Hop. Akkumulyatorlari 6 ta 45 amperlik bo'ladi. Miya motorlari 1000 wattli bo'ladi. Narxini $950 dan qilib beryapmiz. $950. $950 dan qilib beryapmiz bu modelimizni. Mana buni akkumulyator motorlarini ko'rsatib qo'yaylik. Ko'pchilik so'rashyapti, akkumulyator motor ko'rsatmayapsizlar deb. Ko'rsatamiz. 6 ta bo'lar ekan, kattadan ekan. 6 ta 45 amperlik, mana miya motorlari 1000 wattli bo'ladi. Amortizatorlari bor, ikkitadan. Bundan tashqari resori ham ikkitadan qo'yilgan bu modellar. Zapaska yo'q ekan bunda. Bu modelda yo'q. Yo'q, bu modellarda zapaska bo'lmaydi. Zapaska 500 kilodan boshlanadi. 500 kilo 1 tonnalarda bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Endi bu joylari ham hammasini bor. Hamma funksiyalar endi hamma qulayliklar bularda bo'ladi. Ko'pchilik aytishadi, Laborama deyshadi-da. Bu o'shanda. Laborama? Ha, ko'pchilikga so'rashadi, nimaga unaqa deyshadi? Buni ramasi bitta ketadi, boshdan ulanmaydi-da. Bu ulanmaydi. Ulanmaydi, boshdan oxirigacha bitta rama. Ko'pchilik ulangani bo'lmaydi, ulanmagan deyshadi. Mana ulanmagan deyishgan mijozlarimizga mana shu. Endi pulini aytaylik. Ulangani ham lekin baquvvat bo'ladi. Bundan baquvvat bo'lsa bo'ladiki, bundan nozik emas. Bu modelimiz $950. $950. Kami bormi, yo'qmi? Zavodskiy tomi bilan. Kami bor, desa telefon qilib. Demak bor. Yana arzonroq qilib kelishtirib beramiz. Bo'ldi, davom etamiz. Hop, 1 tonnalik katta motorlarni ko'rsating. Hop, yangi modelimiz ham keldi. Mana shu. Ha. 1 tonnalik. Mana shumi? Zavodskoy tomligi. Zavodskoy tomligi, hop. Zavodskoy tomligi yangi modelimiz. Aha. O'zi ko'rishgan, bilishadi ko'pchilik. Nimasi o'zgardi? O'shani bitta-bitta ko'rsatib ketaylik birolar. Hop, oldingi motorlarimiz bir xil, o'zgargan joyi. Zadniy balonlari 5 ta boltli bo'lgan, oldingidan 4 ta bolta chiqardi, yana kuchaydi. Ha. Prujina ikkitadan 4 ta. Prujina ikkitadan 4 ta bo'ladi, amortizator 4 ta, resor 4 talik bo'ladi. Zavodskoy o'zining zapaska balonlari bor. Miya motor original 1800 wattli bo'ladi. Hop, akkumulyator ham original 68 lik akkumulyator. Bu modellarimizda beldami ham ko'p ekan buni. Ha. Ramalar ko'p ekan. Ham qalin, ham 6 talik, bo'yiga 8 ta qo'yilgan ramasi. Xo'p. Oldingilar kichkina bo'lardi. Ramalari ham mana qalin, ikkitali rama. Mana. Bu modelimiz o'sha Skillmax zavodniki, sifat bo'yicha ancha sifatli, keyin garantiyalari bor. Bularda 3 oygacha garantiya beramiz. O'zini zavodskiy brak miya motorlarigacha garantiya beriladi, akkumulyatoriga 3 oygacha garantiya beramiz biz.
Biz aytgan kilometr yurib bermasa, almashtirib beramiz. Ularga 70-80 kilometrga garantiya beriladi. 50-60 emas, 70-80 kilometr. 70-80 kilometr. Original 68 li akkumulyator. Qo'shimcha yana yonida arqonlarda solgani yana cho'ntagi bor, ko'pchilik ishlatishadi. Shu narsalar qo'shildi. Zavodskiy tom bo'ldi. Hop, bu modelimizning narxi $1250 dan dastlabki xizmati ichida yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab tekin bo'ladi dastlabki. Bo'ldi, tushunarli. Modelimiz. Ko'rishlar mumkin. Davom etamiz. Boshqa ranglari ham bor buni. Xo'p. To'q ko'k rangi, mokriy asfalt deyiladi. Olasalar ko'k. Havo rangi. Shuni ko'ki. Ha, shuni ko'ki. Xuddi shu model. Masalan. Xo'p. Hop, kabinkali motor. Kabinkalarni tanishtirib qo'yaylik, mana shu yerda bemalol. Kabinkalilarimiz Juda ham katta ekan bu, ballonlari ham baquvvat ekan. Traktor ballonli o'zi. Traktor ballon deymizmi endi? Traktor ballonlik, jidkis tormozlisi. Xo'p. Kabinkalida eng baquvvati, eng zo'ri desa ham bo'laveradi. Hozirgi danli momentda eng zo'ri bo'lib turibdi mana shu, eng baquvvati ham. Akkumulyatori 6 ta 70 lik bo'ladi, miya motori 1800 lik. Bitta olib chiqib ko'rsatib beramiz. Bu borti ham chuqur ekan, mashina ro'li. Ha, borti 2 talik, chuqur bortdan. Super salon. Xo'p, akkumulyator. Akkumulyator 6 ta 70 lik bo'ladi, miya motori 1800 lik, 4 ta resor, 4 ta amortizatorli. Mana zadniy balonlari ham 5 ta bolt bo'ladi bunda ham traktor balon, qattiq balondan. Bog'da Cho'yon traktor baloni. Uchalasi ham traktor balon bo'ladi. Zapaski balonlargacha traktor balon. Tomi ham bor mana. Hop. Uzoqlardan olsam. Modelimiz keyin xuddi shu modelda oddiysi ham bor. Pulni aytib qo'yaylik, pulini. Buni puli $1450. 1450 vodiy bo'ylab dastlabki xizmati ham bor. 1450 deyapsiz. $1450. Kami bormi, yo'qmi? Kami bor, kelishtirib beramiz. O'zi qo'ng'iroq qilishadi. Aloqaga chiqsa, nomer qoldirib qo'yamiz. Xuddi shu modelimiz mana Cavallo firmaniki. Buni miya motori 2000 lik bo'ladi. Hop. Balonlari bu oddiy balon, traktor bas. Oddiy balon. O'shanda farq. Ko'pchilik traktor balon kerak bo'lsa, shu klientlarimizga mana shuni men tavsiya beraman. Xo'p, narxi ham arzonroq, $1350. Tushunarli. Dastlabki xizmati ichida bo'ladi bu modelimizda. 500 kiloligimiz. 500 kiloligimiz. 500 kilolik Skillmax firmaniki, bu ham zavodskiy, o'sha original skuter, miya motorlari originali bo'ladi. Buni motori 1.5 wattlik, akkumulyatori 658 lik. Bitta zaryadida bemalol 60-70 yuraveradi, 500 kg yuk topib ketaveradi. Men Xitoy zborkali, buni ham bittaman tayinli ko'rsatib qo'yay. Nimada farqi bor deyshadi? Nimada farqi bor? O'zi zapaska balonlari bor bu modelimizda. Hop. Boshida ko'rsatdik, 300 kilolarda yo'q edi. Bu 500 kilolarda bo'ladi. Zapaska balonlari bor, o'zini zavodskiy bo'ladi. Oltita akkumulyator, 58 lik, miya motori 1.5 watt. Bu 4 ta resor, ham 4 ta prujinali bo'ladi. Bir tonnalikniki bilan bir xil. Balonlari 5 ga 12 lik bo'ladi. O'zidan uni garantiya qog'ozlarini yozib qo'yib beramiz. Pechatlarigacha urib, bu motorimiz sotilganda garantiyadan yozib. Garantiya nimaga beriladi? Polni skutergami yo motorolgami yo akkumulyatorgami? Ha, skuterga zavodskiy 1 oyga berilamiz. O'zidan o'zi buzilib qolsa, bir narsa bo'lib qolsa, skuterga beramiz. Qarang, tuzatib beramizmi, almashtirib beramizmi? Aniq aytib qo'ying. Ha, tuzatib beriladi. Tuzatib beriladi. Tuzatib beriladi. Motorolni o'zi, akkumulyatori bo'lsa almashtirib beriladi. Akkumulyator tuzatib bo'lmaydi-yu. Akkumulyatorga 1 oy garantiya beramiz, tuzatib beramiz. 1 oyda ichida masalan biz aytgan kilometr yurmay qolishi mumkin yoki brak chiqib qolishi mumkin. Uni almashtirib beriladi. Bu sizdan almashtirib berish. Sizdan bo'ladi, ha. Xo'p. Narxini aytaylik. Ha, narxi bu modelimizni $980. Dastlabki xizmat ichida vodiy bo'ylab yetkazib berish tekin bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Zicha-picha kami ham bor. Tushunarli. Yuzdan ko'rib kelyapmiz deysa, qora rangi, mana mokriy asfalt, to'q ko'k rangi bor. Hop. Keyin boshqa 500 kiloda boshqa modellari ham bor mana. Ko'rsating, qaysi biri? Bu borti chuquri bor. Bu ham yangi keldi. Chiqing ozgina. Bu ham yangi model. Xo'p, borti chuqur, o'zi ham suyangichi ham baland ekan. Borti ham 2 talik. Old tarafi ham boshqacha ekan buni. Kattaligini. Bortlari 2 talik, yonida tiyagalari bor. Hop. Balonlari ham 1 tonnalikda balondan qo'yilgan. Ramalarni ko'ring aka. Bo'ldi, ikkitadan bo'ladi ramalari. O'zlarini ko'rsa, Bluetooth kolonkalari bor. Eng muhim joyi akkumulyatori litionni bo'ladi bu modelimiz. Litionni. Litionni akkumulyator 72 voltga 60 amperli akkumulyator litionni. Buni ham telefon qilsa, yana ham to'liq ma'lumotni beramiz. Bu motorimiz ham bemalol 50-60 km yuraveradi bitta zaryadida.
ko'pchilik o'ylashadiki, litiyolik ko'p yuradi deb o'ylashadi-da. Ko'p yurmaydi. Litiyolik ham oddiy akkumulyatorlar bir xil yuradi, faqat umri uzoq. Umri uzoq. 3 yil, 4 yilga xizmat qiladi. Yaxshi. Geliy akkumulyatorlar 2 yil, 2,5 yilga o'rtacha xizmat qiladi. O'shanda pulini aytaylik masalan buni. Buni puli $900 dan qilib beramiz. $900 kam bor. Ha, kami bor. Dastavkasini ham kelishtirib yo'lda qilib beramiz. Keyin buni ham. Tushunarli. Modelimizda. Keyin 500 kilolik tomli modelimiz. Zavodskoy tomlisi, bu o'sha birinchi ko'rsatgan Skillmax firmaniki, 6 ta 58lik miya motori, 1,5 ming vattlisi. Bu modelimizni narxini $1050 dan qilib beryapmiz. Bu modelimiz ham juda ham baquvvat, ramalari 2 talik, mana 2 ta ramali bo'ladi. 4 ta resor, 4 ta prujinali. 50-60 km uradi. Tezligi 40-45 ga chiqadi. Buni hamma rangidan bor, qora, ko'k ranglardan bor. Narxini aytamiz. Narxini 1050 dan qilib beramiz aka. 1050, kami bormi yo'qmi? Ha, aloqaga chiqsa kamaytirib beramiz. Kami ham bor. Biz obunachilarga agar obuna bo'lgan bo'lsa o'tib bering. O'tib beramiz. Yanada o'tib bering. Hammasini o'tib beramiz. Tushunarli. Chiqsa hammasidan mashinalar turibdi, tayyor. Shuni yuklab olib borib beriladi. Mana shunda olib borib beriladi. Mana shunda olib borib beriladi. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatni mana shu mashinamiz yuradi. Kichkinaroq narsalarga laboda olib borib beriladi. 1 tonnalik Bolivar firmaniki. Bu modelimizda nima farqi bor deysiz, boshqa motorlarga nisbatan uchala tormoz ham jitkichli. Old tormozi ham jitkiz, arqa tormozi ham jitkiz. Diskasi bo'ladi ularda. Ha. Oldi ham arqa tormozi ham jitkiz ishlaydi. Bortlari bunaqa stinkovoy listdan qilingan qalin bort bo'ladi. Yonida qo'shimcha tegalari bor. Bu qarang, uchala tarafga ochilaveradimi bu? Uchala tarafga ochilaveradi. Kapali bo'lib, ha? Uchala tarafga kapali bo'lib ochiladi, arqa ham eshigi ham ochiladi. Bu modelimizni akkumulyatorlari 70lik 6 ta bo'ladi. Miya motori 1800 vattli. Narxini 1150 dan qilib beryapmiz. $1150. $50. Kami bormi yo'qmi? 1200 dan sotilgan bo'ladi. O'tib beradigan joylari? O'tib beradigan joyi bor. Bor, demak kami bor. Ha, kamaytirib beramiz, yana ham arzonroq qilib. Dastlabki xizmatlari bu modellarimizda ham bor. Hop. Skillmax 1 tonnaligimiz. Bu modelimiz 6 ta farali. 6 ta farali. Qilaman, Skillmax 6 ta farali. Bu bilan o'zi farqi bor ekan. Farqi bor. 6 talik farali deysiz, bemalol o'sha yana rasmlarini tashlab, videolar qilib berib, to'liq ma'lumot beramiz. 1 tonnalik bo'ladi. Bu o'sha boshda ko'rsatdingmi, tomli. Shu modeldan Skillmax firmaniki, bu ham xuddi shunday original akkumulyator, original miya motor qo'yilgan. 1800 lik miya motor bo'ladi. Akkumulyatorlari 6 ta 68 lik. 70-80 kilometrgacha yurib beraveradi. Garantiya beriladi. Yuki bilan bemalol 60-70 yurib beraveradi. Narxini bu modelimizni 1150 dan qilib beramiz. 1150. Bundan kam bor dedim. Kami bor. Bo'ldi. Dastavka xizmatlarini qilib, dastavkasi ichida edi, to'g'rimi? Ichida garantiyalarni yozib, sertifikat qog'ozlarini yozib ko'rsatib beramiz. Xo'p. Keyin bu modelimiz bor. Xuddi shu modelimiz bir xil. Bu 4 ta faralisi. Oldi dugasida farqi bor. Ko'pchilik ixchamroq duga bo'lsin desa, mana shuni bemalol olishsa bo'laveradi. Ixchamroq bo'ladi, qo'pol bas. 4 ta farali. Bu ham xuddi shu 1800 miya motor, 68 lik 6 ta akkumulyator. Kilometr tezliklari ham xuddi o'sha bilan bir xil. 40 yillik tezlikka chiqaradi. Bu modelimizning narxini 1100 dan qilib beryapmiz. Yaxshi. $50 farqi bor. Kami bor, hammasini kam bor deyapsiz. Kami bor, kamaytirib beramiz. Endi Cavallo 1 tonnalik chuqur modeli. Bor chuquridan, a? Bordi chuqurroq bo'ladi. Bo'ldi, ko'rindi. 2 talik bo'ladi. Old oynaklari ham katta. Hozir nima farqi bor deysa, bu 2000 miya motor, akkumulyatori 70 lik 6 ta bo'ladi. Xo'p. 70 lik 6 ta. Buni narxini $1100 dan qilib beramiz. Dastlabki xizmati ham bor. Chuqurroq bo'lsin, baquvvatroq bo'lsin deysiz, mana bu ham zo'r motor. Kami bormi buni ham? Kami bor. Ko'k rangi, mokrisi, qora rangi ham bor. Yaxshi. Hop. Bu tomonimizda yangi modelimiz keldi. Bali ko'rsatganimiz ko'klar ekan, a? Ha. Ko'rsatgan ko'k, qora ranglar. 6 ta faralidan. Yangi modelimiz keldi. Qaysi biri? Ko'rsating. Bitta ko'rsatib beraman. Olib chiqing. Bu ham shu kattadan ekan. Jozarimiz. Bu nima farqi bor deysiz, ramasi ancha kattaroq ham, keyin yerdan ancha baland, vilkalari kattaroq bo'lib chiqqan mana. Zadniy risollari ham balandroq, yerdan ancha baland turadi. Taytib qolmasin deysiz, mana shu model zo'r. Yerdan ancha baland, bo'yi bo'yicha ham ancha katta boshqa motorlardan. Borti 2 talik bo'ladi bu modelimizda ham. Tegalari 4 tadan. Bu tomonda 2 ta, u tomonda 2 ta bo'ladi. O'sha kapalak bo'ladi-da. Ochiladi. Yonida o'zini cho'ntaklari ham bor. Sidinkasi 3 talik bo'ladi. Buni tayinni ochib ko'rsatib qo'ydim. 6 ta akkumulyator,
Zabasko Shupe degan zavodda akkumulyatorlari, Miya motor mana o'zida original Skill Max degan yozuvlargacha bor. O'zini Miya motori bo'ladi. Aha. To'rtta resor, to'rtta amortizator, zapaski baloni ham bor o'zida. Eng full varianti. Zadniy balonlari 5 ta boltli bo'lgan. 5 ta boltli. Oldingilar 4 tada kelardi, bular 5 ta boltli bo'lgan. Eng baquvvati desa ham bo'laveradi. Endi bek hammasi narxida gap. Narxi. Narxi bu modelimizni, hop, $1200 kamaytirib beramiz. Dastlabki xizmat. $1200 kami bor. Kami bor. Xohlasangiz zakas qilsa tank balon ham qo'yib berilaveradi. Narxlari bexijolat-a. Endi ko'p joylar to'g'risi men syomka qilaman, hamma joyda ko'raman. Sizda ham haqiqatan ozoda, toza turadi. Shunaqa. Xudo xohlasa shunaqa boradi degan umiddamiz. Xuddi shunaqa bo'ladi. Narxlari yaxshi, yomon emas. Xudo xohlasa biz obunachilarga, chunki assortiment sizda ko'p-da, biz obunachilarga imkon qadar o'tib bering. Telefon qilisharsan, chiroyli qilib, bizni kanalimizdan kelsa, qilib, yetkazib beraman. Tushunadi. Yana zadniylarni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. LED faralari ham yangilaydiganimiz shu-da. LED fara qo'shilgan, undan tashqari avarinkalari ham bor bu modelimizda. Yo'qing. Avarinkalari bor. Keyin zadniyaga urilsa, zadniy chiroqlari ham yonadi. Zadniy chiroqlari ham yonadi. Avarinkalarigacha bor, yangi modelda. Chapga o'ngga porotnilar bor. Ha, yaxshi, bordi. Shu chuquridan, mana bu kapili bo'lib ochilgan modelimiz. Dalanchida bemalol haydab yuraverar ekan. Bemalol haydab yurishaveradi. Chunki baland ekan. Narsani aytib qo'yay. Ko'pchilik misol videoda ko'rishadi, boshqa joyga solishtirishadi-yu, narxi qimmatroq ekan deyshadi yoki narxi arzonroq ekan deyshadi. Nima farqi bor deyshadi. Kelishsa, o'zlariga bir ko'rsatamiz. Misol bizda haqiqatan akkumulyatorlarga turibdi-da. Akkumulyator yuklab ham ko'rsatib beramiz. Original Miya motorli bo'lgani uchun ham biz original deymiz-da. Bu bemalol shu 600-700 kiloni qiynalmasdan tortaveradi. O'zi aslida 1 tonnalik nomida, o'zi aslida bu narsa 1 tonna ko'tarmaydi. O'shancha to'g'ri, bek, endi to'g'risini aytish kerak-da, to'g'ri. Borini aytish kerak. Modellar ko'p. Bir-biriga o'xshab ketadi. Shunaqa. To'g'rimi? Bu degani arzon degani bu o'sha model degani emas, to'g'rimi? Aytganimdek o'sha metalida. Kerak bo'lsa mana miyasida, akkumulyatorlarda, balonida, kerak bo'lsa boltida ham farq bo'ladi. Ramaslikda ham farqi bo'ladi deyapsiz o'zingiz, to'g'rimi? Hurmatli obunachilar, batafsil ma'lumotni o'zlaridan olaverasizlar. Lekin haqiqatan yaxshi nimalar, skuterlar. Ancha farqi bor. Kelishsa, yaxshi zo'rini ustiga ko'rsatmaydigan desa, o'shanaqasini ham ko'rsataveramiz. Arzonrog'i, hamyonbobidan desa, hamyonbobi desa, unisini ham ko'rsataveramiz-da. Demoqchimanki, eldan qimmat sota olmaymiz ba'zi. Yo'q. Chunki nima ko'p, skuter ko'p. Bizda faqatgina sifatlisini sotamiz, narxida farq qilishi mumkin. Bo'ldi. Yaxshi. Sifatli yaxshi narsa beramiz, o'shanda farq qiladi. Bo'ldi. Tanishtiramiz. Yana qanaqa yangiliklarimiz bor? Yangiligimiz mana 500 kilolikni ko'rsatdik. Qaysi biri? Yangi model chiqdi. 500 kilolikdan o'ta baquvvati keldi-da o'zi. 500 kilolikdan juda bo'yi baland, katta ekan. Ko'rgan odam o'zi 1 tonnalik deb o'ylayapti. Yo, bu katta ekan, ha. Borti ham chuqur ekan. Borti ham chuqur bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, mana 500 kilo, mana 500 kilolikda oddisi ham bor. Mana bunaqangi borti chuqur BTR modelligi ham bor. 1 tonnaga o'xshagani. Bortlari 2 talik bunda ham, qalin, baland bortdan, tegalari bor. Ramalarni ko'ring, 1 tonnada ramasdan qo'yilganda o'ta qalin. Ha, ana shulardan farqi bo'lar ekanda, demak. Amortizator, bularda 4 tadan bo'ladi. 1 tonnalik amortizatorlari qo'yilganda, akkumulyatorlari, hop, ulardagi 53 amperlikdan 6 ta qo'yilgan. 6 ta. 53 amperlikdan 6 ta, Miya motori 1500 vatli bo'ladi. 1,5 ming. 1,5 ming vatli bo'ladi. Silinkalari katta, ramalari qarang, 2 ta ramali bo'ladi, qalin. Bu modelimizni $1100 dan dastlabki xizmatlari ham bor. Aloqa etishsa kelishtirib beramiz. Yana ham to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Buni ham kami bor dedik. Buni ham kami bor. Bo'ldi. 1 tonnaligimiz mana yangi modeli ham keldi. Qaysi biri? Mana bu. Oldilari 6 ta faralik. Nimasi yana o'zgardi desa, jidkis tormiz. Hop. Har doim o'zgargan, yana jidkis bo'lib chiqqan. Baloni tank balon. Bitta ochib ko'rsataman buni. Balonlari tank balon bo'ladi. Ko'pchilik arqa baloni tank balon deng, to'g'rimi? Ha? Arqa baloni tank balon ekan, to'g'rimi? Ha, o'sha Cherokee balonning arqasi. Cherokee balon, arqasi tank balon bo'ladi. Bo'ldi. Ana endi ko'rindi. Ha, ana. Akkumulyatorlar 2026 do'laymi? 2026-yil akkumulyatorlar. Yangi. Yangi 6 ta 70lik Miya motori 1800 vatlik. Zapaska balonlari bor. 4 ta resor, 4 ta amortizator, mana balonlari tank balon bo'ladi, arqa balonlari. Ramalari 6 talik, bag'aga 8 talik qatordan bo'ladi. Mayt ham uzun ekan-a? Ha, silinkasi uzun, oldi ham juda ham kengda. Ko'pchilik torroq bo'lmasin, kattaroq bo'lsin deyshadi. Mana shu narsa. Adashmasam 3 kishi ham o'tiraveradi-yu. O'ta baquvvat narsa bu ham. Hammaga pulida, bek. Pulini ayting. 1150.
Kami bordim. 1150 jiga kami ham bor. Dastlabkasi ham ichida telefon qilaversinlar, aloqaga chiqaversinlar. Yana arzonroq qilib kelishtirib, yo'lda qilib beramiz. Qolgan modellar. Hop. Bularni qisqasi ko'rsatib ketaveramiz. Akkumulyator narxini aytib ketaveramiz. Aytavering. $600 bor, 6 ta 20 lik akkumulyator bo'ladi. Mototsikl fason ekan, hop. 1.5 ming miya motor, tezligi 50-60, zaryadi 80 km yurib beraveradi. 80 gacha yuraveradimi? 80 gacha yuraveradi. Yaxshi, yomon emas. Hozir kunda bemalol biz 80 gacha garantiya beryapmiz. Xohlasalar, shuni sal ko'prog'i bo'lsin deysa, mana 32 lik 6 ta bo'ladi, 90 km. Bunda bir kishi bitta odam bilan misol birinchi, ikkinchi skorid yursa 100 km gacha ham yurib beraveradi. Uchinchi skoridga qo'yib tezroq yursa, 90 km yurib beraveradi. 632 lik bo'ladi. Miya motori 1.5 ming wattlik, saka diskalik, mana tormozlarni ham ko'ring. Oldida dugalari bordan ekan. Afoni diskalari ham juda ham katta. Yaxshi. Zo'r model, Xitoy zborka, original modellar bular ham. Ularning narxini $700 qilib beryapmiz. Aloqaga chiqsa, dastlabki xizmat ichida kami ham bor. $700. Kami bormi, yo'qmi? Kami bor. Bor. Endi qara, bu 25-yilgi modellar edi. Mana bular. 26-yilgi modellar keldi. Qaysi 2026? Mana bu qoralar. Qoradan boshda 2026. Hop. Mana ko'rsatib ketaylik. Bunimiz narxi narxi balandligi o'shanga yarasha. Hop, miya motori 2000 wattli original miya motor, original 32 lik akkumulyator. Bitta zaryadi 80-90, tezligi 70-75 ga chiqadi. Bu haqiqiy mashinanikidagi 70-75. Tabloga adashtirish emas. Oldingi skuterlarda tablo 70 ko'rsatardi, o'zi 50 ga 70 yurmaydi. Shuna yuraveradi. Bu unaqa emas. Bu haqiqiy 70 gacha chiqib boradi. Mashina bilan solishtirib ko'rdik-da. Chunki o'shanchadan narxi, hop, buni tumankalari ham bor. Yonida qo'shimcha oyoq qo'yilgan joylari ham bor. Razmer bo'yicha juda ham uzun, keng. Saka diskalik. Tormozlari ham katta, ha. Oldlarda jitkisi. Pulini qancha qilib berdik? Bu modelimiz $900. $900. Buni ham kam bordi. Kami bor. Kilometr beramiz. O'tib bering. Biz obunachilarga o'tib bering. Kartalari bor. Tablodan tekizib yurib ketishaveradi. Endi xuddi shu modelda buni uzun bo'lmasin, jo'na qo'pol ham bo'lmasin, ixchamroq bo'lsin deysa, mana bu modelni tavsiya beraman. Bu ham xuddi shunaqa jitkisi tormoz, saka diskali bo'ladi. Akkumulyatorlar 632 lik, miya motori 1.5 lik bo'ladi bu modelimizga. Narxi $750. Dastlabki xizmati ham bor. Ha, kelishtirib beramiz. Tormozlarni regirovkali tormozlari ham. Old oynalari bor. Bu modelimiz 750. Tezligi buniki 60-65 yuradi. Zaryadi 80-90 km ga yetaveradi. Yaxshi, yomon emas. Bu modellarimiz mana shundan. Uchovlar. Ko'rsatgan. Endi kichkina skuterlardan ko'rsatib beraman. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ko'rib o'tinglar, polni ko'rsataman. Bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, o'zlaring yutasizlar. Bekit oldiga kelganlarda, mana Ulug'bek oldiga kelganlar. Men obuna bo'lganman Savdo.uzga. Mana deb ko'rsatasizlar, o'tib beraman degan joylari bor, o'tib berishadi. Obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa yangiliklarni o'tkazib yubormaysizlar. Hamma skidkalar, bonuslar bo'lsa aytib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Skuterlarimiz qaysi birlar? Yangiliklar. Yangiliklar bu modellar keldi. Mana shu, yengili. Sidinkasi kattaroq bo'lib, JK model deyiladi o'zi. JK modeli sidinkasi katta, old orqaga yuradigan, kruz kontrollari bor modeli. Hop. Narxlari $430 bo'lyapti. $430. 5 ta akkumulyatorlik 50-60 km yuraveradi. Buni endi 6 ta akkumulyatorlisi ham bor, mana orqada turibdi. Qaysi biri? Orqada turgan modellarning 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Redline diskali. Qizil, ha. Redline diskali, bachoylari ham katta bachoydan. Dastlabki ishlatgani ham zo'r, ko'p yuradi-da bu. 70-80 km yuraveradi. Keyin old orqa tormozi ham jitkisli bo'ladi bu modelimizda. Mana hurmatli obunachilar. Joyimiz katta, skuter ham o'shanga yarasha ko'p-da. O'shancha olib chiqib, minib ko'rsatib bera olmayapmiz. Endi so'rasa, to'liq videolarni tashlab beramiz. Rasmlar tashlab berasiz-da. Turi juda ham ko'p, har bittasini bittadan ko'rsatgani vaqt ham yetmay qolyapti, joy ham yetarli bo'lmayapti. Xo'p, demak ular bir xil ekan. Puli qancha? Ularning puli $450 dan. $450 kami borsan bo'laveradimi? Kami bor. O'tib berasiz biz obunachilar. $450 dan o'tib ham beramiz. Hurmatli obunachilar, like deb bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, kelib ko'rsatasizlar, o'tib berishadi. O'tib bermasa menga qo'ng'iroq qilinglar. Hurmatli obunachilar, ixchamrog'i, qulayroq bag'ini ko'rsatamiz. Bu modellarimiz bor. Buni ixcham. Shu ixchamni ham tanishtiring. O'g'ilchalarga olib berishadi, yosh bolalarga olib berishadi, o'sha bolalar chakan bo'laveradi. Bunga prava nomer so'ralmaydi. Hop. Bu motori kichkina model-da bu. O'zi ham ixcham kichkina. Shu uyga, magazinga chiqib kelgani olib qo'ysa bo'laveradi. Zo'r, masjidga, magazinga. Narxi $250 dan. Narxi arzon. Bunga $250 4 ta akkumulyator bo'ladi, miya motori 250 wattli bo'ladi, prava nomer so'ralmaydi. Bemalol 50 km yurib beraveradi bitta zaryad. Yomon emas, $250 deyapsiz. $250. Ozmozi bormi? Ozmoz bor. O'zi narxi skidga turibdi, mayli, telefon qilaversalar ham. Biz obunachilarga. Obunachilarga o'tib. Obuna bo'lganini ko'rsatadi sizga. Ha, obuna bo'lgan ko'rsatsa, o'tib beramiz.
arzonroq qilib $250 oz mos kami bor ekan. Oz kami bor. Yomon emas, ixchamgina. 50 kilometr yuradi deyapsiz. 50 kilometr yuradi. Tushunarli. Davom Shuni etamiz. mana kattasi ham bor. Xolos. Shuni kattasi. Mana shu. Razmeri sal kattaroq, bu tezroq yuradi. Misol o'zlariga yosh Orqada passajir ham oladi. 2 kishi bemalol ketaveradi. Tormozlari jitkiz, oldi ham, arqa tormoz ham jitkizda bo'ladi. Bu modelimizning narxini $380 dan qilib beryapmiz. $380. Telefon qilsa, kelishtirib, arzonroq qilib beramiz. Shuni endi bitta sidinkalisi mana misol. Balandroq endi, bo'y balandda. Ha, bu ham xuddi shuna $380. 5 ta akkumulyator 50-60 km yuraveradi. Bu ham, aha. Tezligi 40-45, 50 tezlikgacha chiqaveradi. Yaxshi. Zo'r skuter. Endi ba'zi yondiklari bo'y baland ekan. Bular narxini bo'y baland. Boshida ko'rsatdik o'shalardan. O'shalardan. Tashqarida bor, tashqariga olib yana ko'rsatamiz bularni. Yetkazib ulaveramiz. Hop, bu ular $450ligi. $450. Sidinkasi katta, bu 80-90 km yuradigan model. Ha, bu yomon emas, yaxshi. Hop, yangilik kelibdi, bu ham bek mana bu. Ha, bu ham yangi model. Tritsikl deydimi buni? Tritsiklda ixchamrog'i, shinarog'i, balonlari o'zini o'sha zavодskiy 10 razmerda chiqqani. Aha. Buni narxi $530. Arzonroq, ham bemalol o'sha 5 ta akkumulyator 50-60 km yuraveradi. Tezligi 35-40. Narxi 530 dan qilib beramiz. Dastlabki xizmati ham bor bu modelimizni. Endi shuni sal kattarog'i bor. $530. $530. Shuni kattasi. Tormozi jitkiz tormoz bo'ladi, sakadiskalik, 12 razmer. Baloni ham katta bo'ladi. O'sha old orqaga suriladi. Bir kishilik ham 2 kishilik qilib olishaveradi. Hop. Bemalol sidinkasi o'zgaraveradi. Orqada yukxonasi, sidinkaning tagida ham yukxonasi bor. Qanotlari temirli bo'ladi bularda. Aha. Qanotlari temirlik, old orqaga yuradi, jitkiz tormozda. Akkumulyator 5 ta 20 amperlik, 50-60 km yurib yuraveradi. Narxini $550 dan qilib beryapmiz. $550. $550. Kami bor deyapman, kami oz bor. Xizmati ham bor. Aloqa chiqsa, Dastavkasi sizdan. Dastavkasi bizdan bo'ladi. Hop. Dastavkasini qilib beramiz. Hop, hurmatli obunachilar. Endi mana bu joyda sportivniy mototsikllar ham bor ekan. Bunga menimcha alohida kelishadi bunga. Alohida yana bir kelishsa, buni ham ma'lumotingiz juda ham ko'p. Chunki bular benzinli edi endi bular. Qisqacha tushuntirib ketay. Mayli. 400 kubalik bu modellarimiz. Ducati, BMW, Kawasaki, o'sha Yamaha hammasi 400 kubaklisi replika modeli bo'ladi bu. Narxlari $2,5 dan $3,500 gacha bor. Yana bir kelishsa, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Tezliklari 150-160 ga chiqadi. Buni endi minib ko'rib olishadi, to'g'rimi? Bunga как положено prava, nomer, dokumentlar olinadi, to'g'rimi? Benzinlikni ko'rsatdik, endi bir skuterlarni ham ko'rsatib ketaylik. Benzinli modellarimiz. Qaysi bular? Mana bular. NMAX degan modeli. Benzinlilarning eng zo'ri, eng kattasi desa ham, chunki razmer bo'yicha katta, keng bo'ladi, 2 kishi bemalol o'tirib ketaveradi. O'sha ma'lumotni berib ketaylik. Ayting. 150 kubalik. Hop. Tezligi 80-90 ga chiqadi. Rasxodi 4 litr, 4,5 litrgacha yangiligida. Apkatkadan chiqsa, apkatkadan chiqsa 3 litrga rasxod qiladi 100 kilometrga. Old orqa tormozlari jitkizli bo'ladi, dugalari bor. Razmerlari 16 razmer balonlari, 13 razmerda balonlari. Shunlarigacha bor. Bu ham xuddi o'sha Skillmax firmaniki заводской original skuter. Böyle temir yashida yig'ilgan keladi, o'zimizda yig'ilgandan emas. Narxi $1,250. Kelishtirib beramiz. Tushunarli. 1250. 1250. Kami bor. Kami bor, kamaytirib beramiz. Hop. Mana hop qora rangda, hop qora yaltiroq glansiy rangi bor, qora matoviy rangi ham bor. Puli o'sha aytganingizdek? Puli $1,250. $1,250. Xizmati ichida bor. Buni ham kelib tanlab minib ko'rasizlar. Tiger modeli. Bu ham juda ham ko'p sotiladi, dastavkaga olishadi. Bu yumshoq model. Juda ham yumshoq, o'shani ko'pchilik olishadi. Bu ham xuddi shunaqa, 150 kubalik. 3 litr 3,5 metr rasxod qiladi. Narxi $950 bu modelimizni. $950. Ozmozi kami bor deyapman-a? Bor. Biz obunachilarga o'tib beramiz. Tank modellarimiz, bular tank model. Hop, bachoyga yo'q, oddiy tankni o'zi narxi $8. 3 ta bachoylisi bor, $850. Yonida ikkita qo'shilgani ham bo'ladi. Ha, bo'ldi. Bachoksiz nima ekan deb. Bagajchasi. Ro'parada turibdi, keng bemalol. Qaysi bo'lar? Mana bu. 3 ta bachoyli bo'ladi. Aha. Tank modeli. Dastavkaga zo'r ekan. Dastavkaga ham zo'r. Old oynalari bor. Xuddi shu 150 kubalik, bu yaxtosi bor original. Tumankalari ham qo'shilgan. Pulini aytaylik. Buniki $950. Bu kattaroq modelida. $950. $900 dan hozir skidkada turibdi. $900 dan qilib beramiz. Dastavka xizmati ham bor. Demak, $900 dastavkasi sizdan. Dastavkasi bizdan bo'ladi. Benzinlikmidi? Benzinlik bo'ladi. Rasxodi yuziga? Yuziga, hop, 3 litr, 3,5 litr o'rtacha. Biz obunachilarga rasxod qildik. Demak, yuziga 3,5 litr.
Keldi, dugali skuterimizni ko'rsatdik. O'sha ham orada qolib ketdi, ishdan chiqib qolibdi. Yangi chiqdi-da, hali salafallari yana balonda. Bunaqa materiallarga turibdi. Yangi chiqdi. Yangilik, hop. Narxi juda ham arzon. Hali arzon, ixchamroq bo'lsa, uyga olib qo'ygani menga tez yuradigan kerak emas deyishdi. Mana shu modelda tavsiya beraman. Bu ham jiddiy tormozli bo'ladi. Akkumulyator 620 lik bo'ladi. Aha. Narxini $550 qilib beramiz. $550. $550 qilib beramiz. Telefon qilsa yana bir to'liq ma'lumot. Savdo qilishaversin, ha. 50-60 kilometr yuraveradi bu ham bemalol bitta zaryadida. Hurmatli obunachilar, assortiment juda ham ko'p. Mana kesalaring tanlab minib ko'raverasizlar. Mana hozir yana bir ko'rsatib qo'y. Benzinlik mana bunaqangi. Скоростной mototsikllaring bundan ham bor. Skuter yengil, uyga xo'jalik ketsalar mana yengil skuterlar, muraviylar, Motoroller 1 tonna 500-300 kilo. Xullas hammasi bor. Golflargacha bor mana. Tritsikl, invalidga xullas hammasidan bor. Xo'p, endi tashqariga chiqamizda. Tashqarida ham yangiligimiz bor edi. Tashqarida ham, ha. Mana shu dahshat ekan mana qizil. Mana. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana endi tashqariga chiqdik. Xo'p, bek bu hali ichkaridagi traktor balonlar, a? Ichkarida ko'rsatgan traktor balonimiz, ha. O'sha Motorola'mizdan, yonida ko'rsatgan 1350 deganimizdan. Bu elektron labo. Bu labomiz, ha. Mana shuni to'liq ko'rsatmadim. Oldida zashitning dugalarigacha bor. Bitta oldiga olib chiqib. Boshi tegib qolmaydimi o'tirinchi? Yaxshi. O'tiravering, bek, o'tiravering. Xo'p, mana tanishtiring. Rollar vahshiy yumshoq bo'ladi. Xo'p, tezlik kilometr ko'rsatadi. Bu yerda Bluetooth kolonka, multimediyalari bor, kechkalari bor, tepa tumankalari yoqsa bo'ladi. Old orqaga skori qo'lda o'zida. Tormozi ham qo'l oyoqda, gazi ham oyoqda. Avtomat korobkada. Poligi bor. Poliklari bor o'zidan. Obshifkalari. 2 kishi bemalol ichkarida ketaveradi. Tomini mana tomini obshifkalari bor. Orqada oynasi bor. Suyangich bor, yukini ko'rib ketaveradi. Bunda ham zapaska bor. Bort chuqur modeldan bu ham. Kabinkalarga o'xshagan bort chuqur, yonida tegalari bor. Bu 5 ta boltisi bu ham, mana. 5 ta bolti, arqa zadniy mostki 5 talik, oldiniki 4 talik bo'ladi. Chunki oldiga og'ir yuk tushmaydi-yu. Arqaniki 5 talik bo'ladi. Zapaskalari bor. Tayini ko'rsatib qo'ydim. Mana. Zo'r. Xo'p, qancha oladi? 1 tonna olaveradimi? Yo'q, endi nomi 1 tonna edi, razmeri 670 kilo. Lekin 500-600 kilo yuklagan. O'zi standart shunaqa bo'ladi. Akkumulyatorlari 670 lik akkumulyator, Miya motori 1800 wattli. Resorlari ham Laboniki o'xshagan 2 qatorli resordan bo'ladi. Resori bor. Ham yumshoq bo'ladi. Bemalol 600 kilo ko'taraveradi. 4 ta resor, 4 ta amortizatorli bo'ladi. Ha, mana ikkitadan qo'shilganlar. Qanaqasiga ochiladi borti? Kapalikmi? Borti, ha, bu ham kapalik bo'ladi. Uchala tomonga ochilaveradi. Ikkala yoniga kapalik, orqasi ham ochiladi. O'sha yangi modeldan oldingilar tumankalar yo'q edi. Bularda tumankasi ham bor. Xo'p, tomi bor ekan, tumankasi bor ekan. Dugalar ham qo'shilgan bu modelda. Bunda, bu modelda. Tumankalari ham bor. Xo'p, narx qiziq. Bek, narxi. $2200 dan dastlabki xizmati ichida yetkazib beramiz aka. Xo'p, $2200 olib borib berasiz. Olib borib beramiz. Shunaqa. Tushunarli, hurmatli obunachilar. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Kami bormi? Ranglardan ham bor. Kami. Kami telefon qilaversinlar, arzonroq qilib beramiz. Yana o'tib beramiz. Hurmatli obunachilar, kami bor ekan, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Damazda nima qulaylik bo'lsa, bunda ham bor. Bunda ham bor. Ventilator, tepada lyuklar ochiladi. Lyuklari bor, ha, xuddi shunaqa. Yaxshi. Kondisioner yo'qdir-a bunda. Kondisioner bo'lmaydi bunlarda. Yo'q, bularda bo'lmaydi. Ventilator bo'ladi. Faqat qishga pechkasi bo'ladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kami bor. Kami bor. Yengillar-a? Ixchamrog'i, o'sha birinchi ko'rsatdigi $250. Bu $250 ga. Hop. Shuni katta varianti mana. 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Orqada bachoylari ham bor. Narxini $270 dan qilib beryapmiz. Aha. Old orqaga yuradigan. Yaxshi. 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Xo'p, bu $250, buni $270. $270. Endi bundan ham kattaroq bo'lsin deysa, mana bu. Sidinkalari ham katta, old orqaga yuradi. Sal oldiga olib chiqalamizmi? Ha, olib chiqib beramiz. Chiroyli ekan, ham bo'yi baland ekan, sideni ham katta ekan, ha, ana. Bu modelimizda start stop bo'ladi. O'zi kalit tush kerak emas. Knopkani bosishadi, yonaveradi. Tezligini ayting, masofasini ayting, pulini ayting. Xo'p, tezligi 40-50 tezlikka chiqadi. Masofasi 70 kilometrga tushib beraveradi. 6 ta akkumulyatorli. 20 dan 6 ta bo'ladi. O'zlarimiz. Pulini qancha qildik? Pulini $450 dan qilib beramiz. $450 biz obunachilarga o'tib beramiz, ha? Zichcha o'tib beramiz, ha. Demak, kami bor. Beramiz. Kami bor. Tushunarli. $450 dan qilib beramiz. Hop, elektronik velosipedlarimiz ham bor.
Xo'p, velosiped elektronniy. Elektronniy velosiped. Xohlasalar spesialik, oddiy velosipedga o'xshagani. Hop. Xohlasalar sakadiskalisi bor. Diskali. Sakadiskali, ya, narxida farq qiladi. Spesalisi bunisi $350. Hop. Sakadiskalisi $380. 380 ga 350. 380 ga 350. Bunda bu qimmatligi sababi ham 5 ta akkumulyator. Hop. Bu modelimizda 4 ta akkumulyator bo'ladi. Bu uyga olib kirib zaryad qilayotganda, to'g'rimi? Uyga olib kirib zaryad qiladigan. Chamadonchalikda u ko'rinib turibdi. Uyga olib kirib bemalol zaryad qilishsa bo'laveradi. Aha. Yechiladi. Almashtiraman desam, shu silikon almashtiraveradi. Ha, silikon almashtirishaveradi. Bo'ldi. Juvalo'li skuterlarimiz. Bular aytdigan narxini? Ha, narxini ko'rsatib ketdik. Hop, yangi modelimiz chiqdi hali. Tomli skuterimizni Qaysi biri? ichkarida ko'rsatdik. O'sha. Mana bu. Mana shunisi. Hali ixchamroq 28 model ko'rsatdik. O'shani orqalari yopiq modeli bu. Mana oldin bitta ko'rsataman-da mana. Hop. Ichlari apshifkali bo'ladi. Orqasiga o'taman. Orqada bagaji ham bor-a? Orqada bagaji ham. Orqada oynasi ham bor. Orqada oynalar, orqalari yopiq. Hop, pulini aytaveramiz. Hop, bu modelimizni $850 dan qilib beramiz. Mijozlarimizga 850 dan qilib beramiz. Telefon qilishsa-chi, kelishtirib beramiz. Buni Demak, $850. ha, $850. Bunisi-chi? Bunisi kattasi $950. Shuni $950, $850. Bu eniga sal kattarog'idan. Eniga sal kattaroq, ha. Tushunarli. Buni akkumulyatori 32 dan 5 ta bo'ladi. Aha. 32 dan 5 ta bo'ladi. Yana yangiligimiz keldi. Qaysi biri? Golfmi mana ular? Golf car keldi. Nima qilamiz? Oldiga o'tamiz, orqaga olasizmi buni? Bitta olib chiqib beray, bitta ko'rsatamiz. Orqaga oling bo'lmasa. Bitta ko'rsatamiz. Mana yangilik, bog'da aylantiraman desalaring, o'zlaring tumanlaringda parklar bo'lsa, bemalol tirikchilik qilsa bo'laveradi. Tomi bor. Ushlaydigan ruchkalari bor. Tomini ham ko'rsatib qo'yamiz-da. Mana bu holati mana. Ko'rib o'tinglar. Mana bu joyda ham arqamachiga o'tirib, tomosha qilib, dugasini ushlab olib ketaverar ekan. Mana endi. Yaxshi. O'tiring. Mana yangilik, golfimizni yangilik. Tanishtiring. Golf car, to'rtta balonli. Buni parkka qo'yib ishlatsa ham zo'r bo'ladi. Yo'q, u tirikchilikda zo'r yuribdi mana shu. O'zi zo'rda, ko'pchilik tirikchilikka olishadi. Endi xo'jalikka olib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu oldingilar golf car 4 kishilik bo'lardi. Bu 6 kishilik bo'lib kelgan. Oldida 2 kishi, o'rtada ham 2 kishi, orqada ham 2 kishi ketaveradi. Aha. Orqada. O'z zapaska balonlari ham bor. O'zida, yonida tentlari bor. Mana o'zida turibdi yangi. Yonida tentlari ham bor. Motorlari 1000 wattlik, akkumulyatori 5 ta 45lik. 50-60 km yurib beraveradi. Zaryadi 50-60 km yetadi. Tezligi 50 gacha chiqaradi. Tezligi 50. Ha, mashina rollik. Tabloda bemalol video kliplar ham ko'rib ketsa bo'laveradi. Aha. Yaxshi, yomon emas. Narxini aytaylikmasam? Narxini 1950 dan qilib beramiz. $1950 kam bormi? 1950 da kamaytirib, dastlabki xizmati ham bor. Kamini qilib beramiz, dastlabkasi sizdan, vodiy bo'ylab. Qolgan viloyat kelishiladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Oq rangi. Bu oq rangi. Shuni. Mana orqasiga oyoqni qo'yib, orqa bilan o'tirib ketilaveradi. Mashinachamiz. Mashinachamiz. Bitta olib chiqib, mashinamiz ham ko'p ekan. Mayli, shu turgan joydan. Mana shu holatda aytavering. Chamroq. Nari tarafga o'tib oling. Mana men bu tarafdan olaman. Ichkarisini olaman, salonni ichini. Mana endi salonni ichi mana. Ikkita odam, orqaga ikkita. Orqada oynalari bor. Bu modelimiz ham juda ham ko'p sotildi. Zo'r model bu ham. Hop. Ya Xitoy borki yaxshisidan, akkumulyatorlar bunga 6 ta 70 ta akkumulyator qo'yilgan. 50-60 km yuraveradi. 4 kishi bemalol ketaveradi ichida. Zadniy kameralari bor. Xo'p, pul narx tushdimi? Tomizlari jitkisli bo'ladi. Narxi tushgan, skidkada turibdi. 1950 dan qilib beryapti. $1950 olib borib beramizmi? Dastlabkasi ichida. Oldingilari $2200 dan edi, bular 1950 dan qilib qo'ydik. Tushunarli. So'ramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, Skill Max moto salonidan ko'rsatib o'tdik. Qo'qon shahrida yagona bo'lgan assortimenti eng ko'pi mana shu Skill Max moto saloniga murojaat qilaverasizlar. Nomerlarni ekranga qo'yib qo'yaman. Xo'p, bek bo'lmasam deb qilamiz. Adresni bitta tushuntirib yuboring, yana bir bor o'zingiz. Hop, Xolmatjon Ko'p choyxonasi, hamma biladi Qo'qon shahrida. Xolmatjon Ko'p choyxonasi, chorrahasi. Katta chorraha o'zi bor mana. Katta chorrahasi. Bu tomon Navoiydan kelish, bu tomon Yangi bozorga ketish. Bu taraf Yangi bozordan kelganingizda o'ng qo'lda joylashgan mana bu moto salonimizda Skill Max moto salon do'koni, oynali do'kon. Mashinalar bor. Eng arzon narxlarda qilib yetkazib beramiz. Xohlasalar kelsa, tekshirib ko'rsatib beramiz. Tushunmagan narsalar tushuntirib, skletga olib kirib, xohlasa skletdan ham tanlab olishaveradi. Muammosi yo'q.
Tushunarli. Demak, 2026-yil 25-martga videomiz. 20. Xudo xolasa yozgi sezonlarga chiroyli qilib, narxlarni chiroyli qilib bering, skidkalari bo'lsa qilib bering. Yana yangi modellarimiz kelyapti. Yana yangi modellarimizni ham chiqaramiz. Xudo xolasa. Bir haftada 10 kunda yana yangi motorol skuterlarimiz kelyapti. Hammasini ko'rsatamiz, kuzatib borishsa, eng arzon narxlarda qilib yetkazib beramiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana Skill Max motosalonni eslab qolamiz. Mana shu joyda katta yo'lning bo'yida joylashgan motosalon do'koni. Xudo xolasa assortiment hammasi bor. Kelaverasizlar, Bekda o'zi kutib oladi. Nomerlarni batafsil ekranga qo'yib qo'yaman. O'zlaridan Telegram, WhatsApp orqali ham tashlab bersalaring, telefon qilsalaring, murojaatlarni qabul qilib, xudo xolasa dastavkalar kelishgan holda hamma viloyatlarga bo'ladi. Xo'p, bizni Musofirda ko'rganlar. Muzovirdan ma'qul desa uyga borib berilaveradi. Ko'rishadi, ko'rgan narsani Telegramda tashlatsa, hop, yana ham to'liq ma'lumot berib tushuntiramiz, narxini kelishamiz, manzilni bersa olib borib berishadi. Ma'qul kelsa pulini berib olib qolishadi. Bo'ldi. Ko'rgan narsalari boradi aka. Tushunarli. Telegramdan yozishaveradi, bemalol. Pastda nomer qoldiradi. Ana shu nomer sizniki? Ana shu nomer meniki. 8840. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Men do'konga yana bitta kiramanda assortiment ko'rib, o'zlaring bemalol tanlab olib minib ko'raverasizlar. Xudo xolasa assortiment deyarli hammasidan bor. Nomerlar ekranda bo'ladi, batafsil ma'lumotni Bekda o'zlaridan olaverasizlar. Kelishgan holda dastavkalar boshqa viloyatlarga bo'ladi, vodiy bo'ylab o'zlaridan. To'g'rimi? Yetkazib beramiz, vodiy bo'ylab. Agar mabodo birorta skuter ko'rsatilmay qolgan bo'lsa, qolib ketgan bo'lsa, aloqaga chiqsalar, to'liq ko'rsatib, ma'lumotni berib o'tamiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar.